Okean yuzasidan 20 metr chuqurlikda suv olamining asosiy qismi yashaydi. Biz ancha chuqurroq sho'ng'ishimiz mumkin va yo'lda uchraydigan jonzotlar juda ham ajoyibdir. 200 metr tubda qorong'ulik hududiga yetasiz. Quyosh nuri so'nadi. Qorong'ulik hukmron suradi. Akulalar ov qiladi. Kalmarlar o'zidan yorug'lik tarqatadi. Bu yerda bioluminessensiya tirik qolishning asosiy vositasi. Bu okeanga o'xshamaydi, balki to'lqinlar ostida jonli galaktika. 1000 metrda yarim tun hududi. Bu yerga hech qachon yorug'lik yetib kelmaydi. Bu yerdagi bosim darajasi 50 ta jetni ko'kragingizga qo'yish kabi yoki bir vaqtning o'zida 1600 ta fil bosayotgandek. Shunga qaramay, bu yerda hayot mavjud. 4000 metr chuqurlik, tubsizlikka xush kelibsiz. Cho'kib ketgan kemalar qabristoniga. Mana shu yerda Titanik 1912-yildan beri sukut saqlab yotadi. 2012-yilda esa rejissor James Cameron bu yerga yolg'iz tushdi va bu begona dunyoni o'z ko'zlari bilan ko'rdi. 6000 metrda Hades hududi. Bu yerda yer teshiklaridan vulqon qaynab chiqadi. Bu vulqon o'zi bilan minerallar ham tarqatadi. Bu yerdagi mavjudotlar nafaqat tirik qolish, balki imkonsiz narsalarga bardosh berish uchun yaratilgan. Va nihoyat zulmatlik, Mariana chuqurligi. 11000 metr tubda shunchalik chuqurki, Everest tog'ini ham yutib yuboradi. E'tiboringiz uchun 11 kilometr. Bu tijorat samolyotlari uchadigan balandlik. Biz Marsni o'z okeanlarimizdan ko'ra aniqroq xaritaladik. Lekin hali ham suv tubini mukammal o'rganmadik va har bir sho'ng'ish yangi narsani ochib beradi. Balki yer yuzidagi eng g'alati kashfiyotlar hali ham okean tubida bizni kutmoqda.